Davom etamiz. Toshkent iqtisodiyot va pedagogika universitetida National Erasmus Plus Office Uzbekistan hamkorligida Erasmus Plus Week tadbiri bo'lib o'tdi. Mazkur loyiha talaba yoshlar hamda professor o'qituvchilar uchun xalqaro ta'lim imkoniyatlarini keng targ'ib qilish, akademik almashinuv va xalqaro hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Hozir shu haqida. Erasmus Plus Week tadbiri talaba yoshlar va professor o'qituvchilar uchun xalqaro ta'lim imkoniyatlarini yaqindan tanishtirishga xizmat qildi. Mamlakatimizdagi Erasmus Plus ofisi mutaxassislari kelib, bizga Erasmus Plus doirasida qanday loyihalar amalga oshirish mumkin, loyihalarni qanday etaplarda bajariladi va qanday mavzularni taklif qilish kerakligi haqida batafsil ma'lumotlar berib o'tishdi. Erasmus Plus dasturi doirasida umuman bugungi kunda mamlakatimizdagi juda ko'p universitetlar shu dasturda faol ishtirok etib, o'sha xalqaro hamkorliklarni yo'lga qo'yishgan. Bizning universitetimiz ham o'sha xalqaro hamkorlikni bevosita Erasmus Plus dasturi doirasida amalga oshirishni niyat qilgan. Seminar va uchrashuvlar davomida Erasmus Plus dasturining grantlari, akademik almashinuv, xorijiy universitetlarda tahsil olish hamda malaka oshirish imkoniyatlari haqida batafsil ma'lumot berildi. Yosh professor o'qituvchilar o'ziga, magistr talabalar o'ziga va qolaversa bakalavr talabalar o'zini chet el nufuzli Yevropani universitetlarida tahsil olish imkoniyati yaratiladi. Professor o'qituvchilarning almashinuvi yo'lga qo'yiladi. Albatta bular hammasi loyiha grant asosida amalga oshiriladi. Va shu bilan birga universitetlarning moddiy texnika bazasi yaxshilanadi, yangi laboratoriyalar tashkil etiladi. Va eng muhimi ta'lim sifati ko'tariladi, ta'lim sifati oshadi. Ya'ni Yevropa standartlariga mos yangi dasturlar ishlab chiqariladi yoki mavjud dasturlarimiz takomillashtiriladi. Shuning uchun bu kabi tadbirlarimizda juda katta muhim rol o'ynaydi deb hisoblaymiz. Va albatta bizning professor o'qituvchilarimiz, universitet professor o'qituvchilari va magistrlarimiz yaqin orada ushbu grantlarni, loyihalarni yutib, o'zligi xohlagan, o'zligi tanlagan oliy ta'lim muassasalarida o'qishlarini davom ettirishi va almashuvlarni amalga oshirishimizni biz kutib qolamiz. Shuningdek, tadbirda xalqaro hamkorlikni rivojlantirish, qo'shma loyihalarni amalga oshirish va akademik almashinuv dasturlarini kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Erasmus Plus Week ishtirokchilar uchun yangi bilim, tajriba va xalqaro imkoniyatlar sari muhim qadam bo'ldi.